İyi. Noyom? İyi, böyle çankaptı. Balonu chang'ab suvni ichida. Mana shunaqa oy tashlayverishlar bor. Sizlarni ham joninglarga tegdimi? Agar joninglarga teggan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'ying, kommentga ketdi. Oxirgi paytli komment o'qish ham qiyin bo'lib ketyapti. To'ppa-to'g'ri, mana shunaqa oy tashlaydiganlar bor. Jonga tegib ketdi o'sha. Shu oy tashlagan odamni orqasi oy ko'rsan. Qarang, balki cho'kayotgandir. Baliq chanqaganimni hammaga ayt, minnat qilib bergan suvingni. Hozir suvdan chiqib yuguradi. Komment o'qish uchun oyga chiqib keldi. Komment o'qishdan qishda gaz qo'yish oson bo'lib qoldi. Hamma oydan siqilganlar shu yerda ekan. Tepadan yaxshi kevol deylarmi, qiynalmasdan. Komment o'qiyman deb kirsa, oxirgi borguncha yozmoqchi bo'lgan gapim esimdan chiqib qolyapti. Bo'lishi mumkin, ikkinchi video ketdi. Shoshma. Tashakkur. Salom alik. Salom ber. Salomlash. Rahmat. Malades. Qoyilman. Malades. Bos. Real var surshotda kommentga ketdi. Sichqon o'tirganim kichkina ko'rinyapmanmi? Bechara sichqon chin ko'ngildan urishyapti, qo'li yetmasa ham. Videoni olguncha ajratib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bir-birini nimadir qilib qo'yishi mumkin ular. Qahramonlardek jang qildingiz, qoyil. Oxirgacha turib berdingiz. Rahmat, malades, qoyilman. Malades, bos. Bo'yi sen bilan bir xil bo'lgandek orqangni ayirib olardi. Tamam, malades. Bu sichqon aktyorligiga tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Tayson bilan jangga shartnoma tuzibdi. Qara, shoshma, baxsh. Katta odam yoshlarni urushtirib video olib turgani uyalmadingizmi? Insof video ekan. Rahmat.